Do'stlar, mana biz o'rtog'imiz bilan yana bir bor o'ynayapmiz. Agar eski o'yinni ko'rmoqchi bo'lsangiz, eski o'yinda men 3-tarkibimni tashlab, bu do'stimizga nima qilibdi? Ya'ni birovni hisobida yutqizgan edim. Ya'ni endi bu o'yinni iloji boricha yutishga harakat qilamiz. Bizni o'rgizgan. Agar eski videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, do'stimga FIFAda nima hisobda yutqizdim deb yozinglar. Bu videoni joylayotganda uning silkasini ham joylayman. Mana o'yin boshlandi. Darajalarni ko'ryapsizlar. Ustunlikni ko'p menda. O'yinni boshladik. Okay, let's go. Mana uning 109, mana meningning 110. Nima bo'lgan? Bilmayman. Do'stlar, ustunlik boshlandi. Hoppa. U o'zi bu o'rtog'imning darajasi doim menga asarlarni tashlaydi. Mana buni o'yin desa bo'ladi. Bu do'stim o'zi kuchli o'yinchi, lekin doim menga bot tarkibini tashlaydi. Nimagadir menga bot tarkibini tashlaydi. Asl tarkibi internetga tashab qo'yaman. Rasm qilib joylayman asl tarkibini. Ancha kuchli asl tarkibi o'zi. Lekin menga nimagadir doim asosiy tarkibim bilan o'ynayim kelyapti desam, menga nimagadir bot tarkibini tashlaydi. Ko'rasizlar, qanday maksimal o'ynaydi. İşte mana bu ishtirok. Biz nima chizamiz? İşte. O'yinchiga teggan holda. Desam yo'q, do'stlar, o'yinchiga tegmabdi. Bu do'stim juda ham kuchli o'yinchi. Menga nimagadir bot tarkibini tashlaydi. Joylaymiz albatta. Tarkibini, rasmini postimga joylayman albatta. Ko'ryapsizlar, shunaqa xabarlar ham menga xalaqit berdi. Voy, mana ko'ryapsizlar, 108 meni raqamli gol urmoqda. Endi pozitsion hujumlar qilamiz. Bugun ko'rayotgansizlar, men video chiqarayotgan paytda O'zbekistonda ham o'yini ketyapti. Albatta bu O'zbekiston o'yini haqida ham video joylayman. Albatta bu o'yin haqida sizga bitta video joylayman. Bu o'yinda agar hisob so'rasanglar, 1-0 O'zbekiston g'alabasiga Erkinov va hozircha kimlar uribdi? Erkinov va Shomurodov. Erkinov 19-daqiqada, Shomurodov 10-daqiqada. 29-daqiqada do'stlar, endi Abbos Fazliyev jarohat oldi. Biz ham hozir 60-daqiqalarda Shomurodovni tashlaymiz. Bizning Shomurodovimiz bor. Rosa zaxirada 107-gacha. Ko'rasizlar, meni hujumimda faqat 100 o'yinchi bor. Mana biz faqat qo'ymayapmiz. Mana orada internet qatiydigan paytlar ham bo'lib turadi. Internet yaxshi ishlayapti, menimcha unda qatiyapti. Bu o'yinni g'alabamiz bildiradi. Do'stlar, endi biz bu o'yinni yakunlab chiqib ketmasak bo'lmaydi. Ko'rganlar hali video yana joylaymiz. Hoppa. Burada do'stimiz ana internet yana chiqa boshladi. Do'stlar, bu do'stim juda ham kuchli.
Kuraslar mendan ham yaxshi o'ynaydi. Men Rasmodariga almashtirishga nihoyaga o'ynaysizlar. Juda ham kuchli o'yinchi. Shunday tarkibim bor edi. Shuni bu yerga qo'yamiz. İşte oxirgi daqiqalarda gollarga değil. Böyle o'yinni tark etayotganini yo'q. Golda o'yinni tark etayotganini yo'q. Mana uni gol desa bo'ladi. Mana uni ochiqchasiga gol desa bo'ladi. Mayli, sizlarning vaqtlaringizni olib o'tirmayman. O'yinni davom etib qo'yamiz. Akimjon vaqti o'zini meni internet to'xtatyapti. Voy, stream paytida internet qatishini yomon ko'raman. Aynan mana shunaqa narsalar chiqishini, internet qatishini yomon ko'raman stream paytida. Yo'q, qattiq ketgan ko'rdinglarmi? Tezlashtirar. Lisa Himbrod. Yana bir xabar oluştu. Zakovat klubimga yozishyapti. Klubim ochganman. Agar kanalimga a'zo bo'lganingiz kerak bo'lsa, mana bu bukli bo'li. 99. Yo'q, buni oqilyapti. Men shunga zarur odamman. Ko'ryapsizlarmi? 52-daqiqada g'alabani ilib ketdi. Buni g'alaba desa bo'ladi do'stlar. O'zim umumiy statistikani ham sizlarga ko'rsataman. Ko'ringlar, baland katta o'ynadim. Men shuni zarur odamman. Agar meni kommentariyamga yo'qsanglar, guruhingizga yana ham qo'shinglar desanglar, Real Madrid haqidagi narsalar. Barchasi Real Madrid haqidagi narsalar. O'zbekiston o'yinlari, xullas futbol haqidagi hamma narsa. Statistikani ham ko'ryapsizlar, 6 ta zarba to'ptasan menda. 56 ga 44, 81 ga 62. Full unda offside bitgan yo'q. Bo'pti do'stlar, bu bizning stream edi. Meni g'alabamni ko'rdinglar. Qorong'i bo'lsin.